Hali bir ovchi ustaga kelib miltig'imni olsam boshqa yoqqa ketib qolyapti o'q. To'g'rilab bering deganda shunga qarab taqqati bitta urib mana to'g'ri bo'ldi. Bir tanga tillo bo'ladi deganda, shuningga bir tanga tillomi deganda bering degan. Shuni taqqati yana urib mana endi bo'ldi, o'z asliga qaytdi. Boshqa yoqqa otib yuravering degan ekan. Nima gunoh qilding desa, men shu bitta taqqati urish uchun 10 yil shogird bo'lganman degan ekan. Bugun bitta malyar kelib, mashina remontini hech bilan $1000 bo'ladi. Qil. 3 kunda qilib ketdi. Jirillayapti-da. Nima 3 kunda $1000 olasan, mardikor 300 ming oladi. U mardikor 300 ming oladi. Usta 300 ming olmaydi. U o'sha uyimizni 3 kunda zo'r qilib 3D qilib deydimi, 5D qilib deydimi, nima bo'lsa ham zo'r qilib remont qilish uchun bilasizmi 10 yil kirasiga haydagan u bechora. O'pkalar tamom bo'lgan. Buguniga qaramaysiz, o'tmishiga qaraylik biz.